Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Aka. Assalomu alaykum. Shunday turaveramizmi? Uyingga olib kirasan. Aka, keling. Xush kelibsizlar aka. Keling, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz tinchmisiz? Rahmat, aka, yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Oling choydan. Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Jiyanlarim yaxshimi? O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Keling. Hozir aka, o'tirib turinglar, xo'p? Hozir. Alo, dadasi, uyimizga akam keldi. Ha, uyimizda bizni ko'rishga ketdi. Kelyapsizmi? Ha, yo'q, bozorga qilmang, bir dunyo bozor qilib ketdi. Akam keldi. Xo'p, tezroq keling. Xo'p. Aka, yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Olinglar. Oling. Oling sizlar. Sinem. 4 kundan beri onam rahmali tushimga kiryapti qayta. Shunga sendan ham xabar olmaganimga ancha bo'lgan ekan. Seni ko'rgani keldim. Siz ishlaringiz ko'p deb 4 kun oldin onamni xabar olishga borgandi. Mozorga. Biror joying kasalmi? Yo pul muldamrasida qiynanyapsan? Ayt, nima muammong bor? Dunyoga matolarga ovora olib ketdim. Sendan hatto bitta telefon qilishga ham yaramayapti. Meni kechir. Nima muammoing bor? Hammasini hal qil. Aytsam, hal qilib berasizmi? Albatta akangman-ku. Bir hafta emas, 10 kun emas, bir oyda bir marta. Faqat bir oyda bir marta xabar olishga keling. Meni ham yonimda tog'im, jigarim, akam bor bo'lsin. Turmush o'rtog'im oldida, farzandlarim oldida tog'im yonimda.